Assalomu alaykum, obunachilarim. Bugungi o'tadigan mavzuimiz koreys tilidan issoyo, opsoyo degan mavzuni o'tamiz. Bu mavzu nima degan ma'noni bildiradi? Bu bor, yo'q degan ma'noni bildiradi. Issoyo bor, opsoyo yo'q. Ya'ni nimandir aytmoqchi bo'lamiz. Bu menda bor, bu esa yo'q deb. Formulasi birinchi navbatda nounga i'ga qo'shib, keyin issoyo, opsoyo deyish. Ya'ni nimandir bor, nimadir yo'q deganga, ya'ni nounga i'gani qo'shamiz. Qachon i'ga qo'shiladi? Masalan, u-san degani bu soyabon degani. Soyabon bor yo'q demoqchi bo'lsak, n bilan, ya'ni undosh harf bilan tugaydigan holatlarda unga biz i'ni qo'shamiz. Usani deymiz. Agar masalan namja gani qo'shamiz. Mana shu holatda, ya'ni unli undosh bilan tugaydigan holatlarda farq qiladi. Usani issoyo, obsoyo, namjaga issoyo, opsoyo degan holatlarda. Endi keling gap tuzib ko'ramiz. Ya'ni yana qaytaraman. Birinchi holatdagina foydalanamiz. Usani undosh bilan tugasa, namjaga mana unli bilan tugadi, unga ga qo'shdik. Issoyo, opsoyo qilib. Soyabonim bor, namjaga opsoyo bo'lsa, yigitim yo'q bo'lib qoldi. Ko'rdingizmi? Hamma narsani shunaqa qilib i'gani qo'shib, issoyo, opsoyo qilib yasasak bo'ladi. Usani issoyo. Usani issoyo bormi? Koreys tilida so'roq gap qanday yasaladi? Tonni ko'taramiz. Usani issoyo. Usani issoyo desak, soyaboning bormi bo'lib qoladi. Agar usani issoyo desak, soyabonim bor degan bo'lamiz. Aniyo degani aniyo degani yo'q degani. Nimaga ikkita yo'q kelyapti? Ingliz tilida ham, koreys tilida ham yo'q degan ma'noni bildirish uchun birinchi yo'q opsoyo deydi. Koreys tilida, ingliz tilida ham no deydi. No deydi. Va bu yerda keyin yana inkoriy gap keladi. Bizda esa ha yo'q deymiz. Unaqa emas. Yo'q dedimi, keyingi gap ham inkor bo'lishi kerak. Yo'q deydi. Va keyingisi mana bu yerda gap tuzib qo'yibdi. Namja chinguga. Namja chinguga issoyo. Namja o'g'il bola degani. O'g'il bola degani namja. Chingu degani do'st. O'g'il bola do'stim degani. O'g'il bola do'stimga nima? Chingu u bilan tugadi, ya'ni unli harf bilan tugadi. Shunga nima qo'shiladi? Ga qo'shiladi. Unli bilan tugagan holatda chinguga issoyo dedi. Bu yerda nima dedik? Qoidada undosh harf bilan tugaydigan bo'lsa i'ni, unli harf bilan tugaydigan bo'lsa gani qo'shamiz deb aytdim. Va unga issoyo, opsoyoni shunday qo'shib qo'yamiz. Issoyo, opsoyo deb, ya'ni menda bor, menda yo'q degan ma'noni bildiradi. Keyingisi namja chinguga opsoyo. Namja chinguga opsoyo degani yigitim degan ma'noda, ya'ni yigit do'sti. Koreyslarda yigitim, qizim degan ma'noni bildiradi o'zbek tilida. Namja chinguga opsoyo deyapti, ya'ni bu yerda gani qo'shib, opsoyoni o'zini olib kelib qo'yyapti. Mana bu yerda u-san aytdim, u-san n bilan tugadi, unga i qo'shdi va issoyo. Soyabonim bor bo'lib qoldi. Usani opsoyo. U-sanga yana i qo'shdi, opsoyo degani yo'q degani. Bu qanaqa qilib opsoyo qoldi? O, b, s, o, yo deb yozilsa ham bu obsoyo o'qiladi. Ya'ni oyo degani xunuk eshitiladi. Mana bu yerdagisi oga kirib ketib obsoyo deb o'qiladi.
Tongjon degani. Koreyada mana bunaqa joylar bor. Apparat. O'sha tanga tiqasiz va suv nimadirlar beradi. Tongjon degani tongjon degani tanga degani. Tongjon이 있어요 desa ham bo'ladi. Yokida bo'lmasa tongjonni o'zini ishlatsa ham bo'ladi. Tongjon 있어요 desa ham bo'ladi. Ya'ni 남자친구 있어요, 없어요 desa ham bo'ladi. Lekin yozma usulda mana bu igani qo'yishingiz shart. Agar gaplashish usulida qo'ymoqchi bo'lsangiz, shunchaki o'zini aytib yuborsangiz ham bo'ladi. Koreys tilida yo'q degani nima ekan? 없어요 degani yo'q degan ma'noda. Bormi deganda yo'q. Aniyo yo'q, 없어요 deb javob beramiz. Yo'q desak, ha desak, ne 있어요 deb javob beramiz. Ne degani ha degani. Bu nima deyapti? 동전 있어요ga ne 있어요 deyapti. Ha, bor deyapti. Mana cha, 휴대폰, 한국어 사전, 한국 친구, 남자친구, 여자친구larga endi bormi yo'qmi deb gap tuzib ko'ramiz. Mana cha. Chaga mana chani olib gap tuzamiz bu yerga. Cha. Cha degani choy degani. Chaga 있어요 desa ham bo'ladi. Yokida bo'lmasa so'roqni olib tashlab, oddiy mashinam bor degan gap tuzsa ham bo'ladi. Va chaga 없어요. Mashinam yo'q. Va keyingisi 휴대폰. 휴대폰 degan telefon. Ne bilan tugadi? I qo'shamiz. 있어요. 휴대폰이 있어요. Telefoning bormi? 없어요 deydi. Agar bo'lmasa, bo'lsa ne 있어요 deydi. Javobimiz shunaqa bo'ladi. Va keyingisi nima edi? Hangugo sajon degani bu koreys tili lug'ati. Koreys tili lug'ating bormi? Sajoni 있어요, 없어요 deb javob beradi. Juda ham oson koreys tili, yana aytaman. Ingliz tilidan ham ko'ra koreys tili oson deb doimo aytaman. Sababi juda ham o'zbek tilida qoidalari ham o'zbek tilida o'xshaydi. Chaga, 휴대폰이, ya'ni hangugo sajoning bormi deb qarang, gap usuli ham ketma-ket birgalikda kelyapti-da. Hangugo sajon 있어요. O'zbek tili bilan bir xil. Hozir shuni tarjima qiladigan bo'lsak, nima tarjima qilasiz? Mana hangugo koreys tili, sajon lug'at, teng 있어요 bormi? Ko'ryapsizmi? Bir xil gap tuzilyapti ingliz tili, o'zbek tili bilan. Bir xil. Shundoq o'rniga qo'yib ketaverasiz. So'z bilsangiz bo'ldi, grammatika bilsangiz bo'ldi. O'rniga qo'yib, o'zbek tili bilan juda ham o'xshaydi.